Obunachilarimiz bizga 11:05 yangi partiya tayyorlarimiz yangi komplet yetib keldi. Hozirda to'liq obzor qilamiz. Sizlar buni olgan kanalga like bosasizlar, obuna bo'lsizlar va kommentariyga omadsiz yozasizlar. Va ishlash jarayoni holatidagi mana bu ko'rishingiz mumkin. Oldinda LED, dalni va o'zini avariya pavorutlarigacha ega akalar bu. Hozir buni o'chirib to'liq obzor qilamiz akalar. Mana bu qaytarsizlarning общий o'chadi akalar. Kalti ko'rishlar va bo'ldi, traktor o'chadi. Ko'rishlar mumkin, traktorimiz ikkita dinamik bilan joylashgan bo'ladi. Bu yana hozir yangi pantaga yetib keldi bizda. Bu oldingilar bilan bir xil bo'ladi. Balonlari buni ham razmer bo'ladi albatta. Mana bu yerda ключlarni bemalol solib qo'ysalar ham bo'ladi. O'zida so'mgachalar ключlari joylashgan bo'ladi akalar. Buni hozir ko'rsatamiz sizlarga. Mana ko'rishlar mumkin. Akkumulyator datchik, mana bu yerda suv datchik va moy datchik bo'ladi. Hozir qorong'ilik uchun sizlarga ko'rinmayapti akalar. Bu reme orqali harakat oladi. Oldinda akkumulyatorlari ko'rishlar mumkin. Ancha katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Bunda o'zining signali ham mavjud. Mana bu signal bo'ladi akalar. Oldingi eski partiya mana 11:05 imizda signal mavjud emas akalar. Bunda esa signal albatta bor. Buni vozdixlari maslinli bo'ladi. Sizlarga hozir kech bo'lishiga qaramasdan video chiqarishga qaror qildik. Orqalarida ham buni albatta svetlari mavjud. Orqadagi svetlari ham yonadi, ko'rishlar mumkin. Kechqurunda ancha yaxshi yoritadi. Hozir общий danli svetlari bilan yoqib ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin, o'ta yorug' qilib yoritib beradi. Bu tomonga ancha yorug' tushiryapti. Powerotlarni ham hozir общий qilib tushuntirib o'tib ketamiz. Svetlarni birinchi o'rinda o'chirib olamiz va powerotini bu tomonga bursak, mana poweroti hozir yonishi kerak. Mana hozir yonadi poweroti va keyin bu sveti, asosiy svetlari yoqib turib, asosiy svetni yoqib turib, keyin powerotni yoqasizlar. Shu orqali powerotlar yonadi akalar. Dinamlari ikkitalik bo'ladi buni. O'zini akkumulyatorni to'liq zaryadlashga bemalol yetadi akalar. Keyin radiatorlari bor. Radiatorlar mana bu yerda joylashgan radiatorli va salarkali bo'ladi ekan. Salarka borki 10 litr qilib ishlangan akalar. Bu soatiga 1 litr salarka rasxod qiladi akalar. Va buni narxi 28 million so'mga ikkitalik pluglar bilan mana bu yerda tutib qo'shib komplet qilib beramiz akalar. Kim yo'q shunday mini traktorlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Jonlar sog' bo'lsin akalar. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Videoga like, obuna va komment yozib qo'yasizlar akalar. Nima joy yoqdi, nima joy yoqmadi, shuni albatta komment qilib yozib qo'yasizlar akalar. Jonlar sog' bo'lsin. Videoni ko'rganlar uchun rahmat. Biz 1000 ta obunachiga yozib qo'yganmiz. Like, podpiska, obunani va kommentariyani ayamaylar obunachilar. Sizlarga kattakon rahmat.